Aha. Mana bu hozir 4 oylik natijamiz, a? To'g'rimi, onasi? Xo'p, bugun 4-iyun 2026-yil 4 oylik natija. 4 oylik natijamizga juda ham yaxshi. Hozir mana men ko'ryapman. Yaxshi. Qani bu oyoqlaring ham? Yaxshi. Boshlari ham to'la yaraydi, lekin boshida hozir chochi borligi uchun men bilmadim. Siz ko'rdingizmi? Qolmadi, umuman qolmadi. Umuman qolmadimi 4 oyda? Yo'q, qolmadi. O'rni ham qolmadi. O'rni ham qolmadi. Malades, qo'lini ber endi. Ana shu qo'lida yangi paydo bo'ldi menimcha. Mana shu narsaga o'rtasidagi. Biron narsa yeb qo'ymadimi nabog'ida? Yo'q, hech narsa yemadi. Lekin 4 oylikka yaxshi. Qani bu yog'i? Mana qarang. Endi odamning mo'ljali bo'ladi-yu, garantiya yo'q. Mo'ljal degan narsa bo'ladi. Hozir men 2 oylik bersam, bu to'liq chiqib ketish kerak. U menga bog'liq emas. O'ziga bog'liq, nafsiga bog'liq. Chunki yoshing nechida? 13. Siz buni ketida qadamma-qadam yura olmaysiz-da. Nafs degan narsa bor. Biron narsani bekitib yeb qo'ysa, 2 oyda chiqib ketmasligimiz mumkin. Agar nafsini tiysa, uje boshqa kelmaysizlar. Tushuntira oldimmi? Nafsini tegi hech narsa